Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Bugun mana lichkalarimizga, ya'ni kommentariyalarımizga ko'p kelayotgan savollarga javob berib o'tamiz. Albatta yangi quyonchilarga bu javoblarimiz quyon vaqtidan o'tib ketyapti, tug'mayapti. Yoki masalan 34 kunlik bo'lyapti, 35 kunlik, lekin quyonni qornida bola bor. Tug'ish qiyin bo'lyapti. Quyon ovoz chiqarib qiynalyapti. Ya'ni inqillab shunaqa bir qiliqlar qilyapti. Shunga nima qilsak bo'ladi deb lichkalar juda ko'p to'lib ketdi, ayniqsa hozirgi paytlarda. Shunga video qilishga qaror qildim. Albatta layklarni bosib qo'yasizlar. Quyon 34 kunlik, ya'ni quyon asli bir oyda tug'adi, o'rtacha bir oyda tug'sa 34 kun, masalan 33 kun, 35 kun bo'lib quyonlar tug'mayapti, lekin qornini ushlaganda qornida bola bor albatta. Nima qilish kerak? Quyon qiynalayotgan paytda odam aptekada oksitotsin degan dori bor, suyuqlik. O'shandan 1 grammdan soniga ukol qilinadi quyonni. 15 minut, 20 minutda tug'adi haligi quyon. Oson tug'ib oladi. Shuni sizlarga tavsiya qilamiz. Ya'ni quyon o'ta qiynalgan paytda shu inqillab ovoz chiqarib o'zi kuchanib nima qiladi, o'shtaqa paytda qilinadi. Albatta qornini ushlab ko'ringlar. Mana qornida shunday quyonni ushlaysizlar, tagidan qo'lda tiqib. Bola borligi bilinadi. Albatta qo'shgan kunlarini yozinglar. 33-34 kun shunaqa holatlarda inqillash boshlansa 30 kunlikda o'tgandan keyin shunaqa oksitotsin degan ukollarni qilsalaring bo'ladi. 1 grammdan soniga, go'shtiga 1 gramm oksitotsin qilasizlar, inshaalloh quyon eson-omon tug'ib oladi. Hammaga rahmat. Albatta obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Kanallarimizga, videolarimizga like bosib, yana o'z fikringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat. Doim sog' bo'linglar.